Assalomu alaykum hoji bo'gurlar. Kuninglar xayrli o'tsin. Sizlarga yana bir manfaatli video tayyorlamoqchiman. Agar Angliyaga kelmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda avvalo Hopsga ariza yuborish kerak. Buning uchun siz xorijda.uz saytidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. xorijda.uz saytiga qanday kirasiz? Buning uchun albatta One ID yagona identifikatsiya tizimi orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Bugun sizlar bilan shu haqda gaplashamiz. Demak, buning uchun telefonimizdan YouTube platformasiga kiramiz. YouTube platformasining poyezd qismiga One ID tizimida ro'yxatdan o'tkazish yoki One ID tizimi haqida deb yozsangiz chiqadi. Ikkita video chiqadi. Birinchisi bundan 5 yil oldin qo'yilgan tepadagi eski video, oldingi versiyani videosi, ikkinchisi tagidagi 1 yil oldin qo'yilgan video bo'ladi. Demak, bizga kerak bo'ladi o'sha yangi video. One ID tizimi xorijda.uz saytidan tashqari mygo.uz, soliq.uz, umuman davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi har qanday saytlarga kirish imkoniyatini beradi. Farzandingizni bog'chaga berish, maktabga berish va shunga o'xshash juda ko'plab sizga yagona darcha deymiz xalq tilida. Shu yerga bormasdan xizmat o'zingiz telefon orqali o'z-o'zingizga xizmat qilish imkonini yaratadi. Shuning uchun bu One ID tizimidan ro'yxatdan o'tib login parol olishingizni tavsiya qilaman. Ishingiz juda ham oson bitadi. Video yoqqan bo'lsa, albatta boshqalarga ham yetib borishligi uchun like bosib, izoh yozib, qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Salomat bo'linglar, hoji bo'gurlar.